Tinchlik. Ushbu tushuncha barchamizni ona vatanning qadriga yetish, musaffo osmon, osoyishtaligimizni ta'minlashda o'zlarining munosib va mardonavor xizmatlarini ayamagan mehnat faxriylari, ayniqsa urush qahramonlarini e'zozlashga va yod etishga undaydi. Mamlakatimizda 9-may xotira va qadrlash kuni bayrami munosabati bilan joylarda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Bayram arafasida viloyat axborot kutubxona markazida o'quvchilar va katta avlod vakillari hamkorlikda "Biz eslaymiz, biz faxrlanamiz" mavzusida adabiy musiqa kecha o'tkazdilar. Bu har bir ishtirokchi, ayniqsa yosh avlod uchun tarixga daxldorlikni his qilish, o'tmish bilan bog'lanish va bizni fashizmdan himoya qilganlarga bo'lgan cheksiz minnatdorchilikni anglash imkoniyati bo'ldi. Ha, Ikkinchi jahon urushi bizdan borgan sari uzoqlashmoqda. Ushbu urushni ko'rgan avlod ham safimizni tark etib bormoqda. Biroq oila a'zolari, otalari, bobolari va akalari urush qatnashchisi bo'lgan katta avlod vakillari xalq qahramonligi haqidagi xotiralarini bizgacha yetkazib kelyaptilar. Kitobxonlar klubi a'zolari o'sib kelayotgan avlodga g'alaba mavzularidagi slayd taqdimotlar namoyish etib, uni o'zlarining urush qatnashchisi bo'lgan yaqinlari haqidagi hikoyalar bilan to'ldirdilar. Ushbu tarixga qo'shimcha ravishda g'alabaga hissa qo'shgan andijonlik jangchilar, xususan sobiq qahramon Astanqul Shakirov haqidagi videorolik namoyish etildi. Innovatsion texnologiyalar yordamida tayyorlangan slayd taqdimot orqali o'quvchilar qahramonning jangovar jasorati haqida bilib oldilar. Albatta, urush tarixi kitoblarda, fotosuratlarda, filmlarda, hikoya, she'r va qo'shiqlarda yashaydi. Jang maydonlarida halok bo'lgan askarlar jasorati unutilmaganligiga yana bir bor guvoh bo'ldik. O'zbek xalqining, vatandoshlarimizning Ikkinchi jahon urushidagi buyuk jasorati, matonati va mardligi xotiramizda abadiy qoladi.